Amir Temur Yevropa xaloskori va aynan mana shu jang tufayli Temur Yevropani saqlab qoldi. Hukmdorlarga nisbatan ular yaxshi va yomon degan iboralarni ishlatish noo'rin deb hisoblayman. Amir Temur bilan raqobatlasha oladigan darajadagi hukmdorga aylanib bordi. To'xtamish bilan munosabatlarni keskinlashishining sababi ham Buyuk Ipak yo'lida. Vaziyatlarni to'g'ri baholash kerak. Amir Temur tomonidan yozilgan maktub bu. Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalida tarix maydoni ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Tarix o'zining sahifalarida shunday sir-sinoatlarni yashiradiki, gohida uni insoniyat bilan bo'lishganida insoniyatni hayratga soladi. Vaholanki, mana shu tarixiy ma'lumotlarni o'z davrida insonning o'zi yozgan. Biroq davrlar o'tgandan so'ng bu tarixiy ma'lumotlarni har qanday inson, tarixchi olim o'qigandan so'ng biroz mushohadaga chorlaydi va mushohada bilan aytadiki, nahotki shunday voqealar bo'lgan bo'lsa, agar mana shu voqea bo'lmaganida bugun balki o'zbek davlatchiligi tarixi nihoyatda boshqacha yozilgan bo'larmidi degan savollarga chorlovchi mavzular bizni tariximizda nihoyatda bisyor. Va bugun anglab turganingizdek, tarixiy dolzarb mavzu Amir Temur hamda Yildirim Boyazid o'rtasida bo'lib o'tgan jang tafsilotlari va shu bo'yicha soha mutaxassislarini bugungi studiyamiz markaziga taklif etganmiz. Ularni bu borada fikrlarini bilib o'tamiz. To'g'ri aytingiz Mehriddin, mana shunday bahsli mavzulardan biri haqiqatan 27 davlatni birlashtira olgan, markazlashgan davlat qurgan buyuk sohibqiron Amir Temur va turk sultoni bo'lgan Bayazid Yildirim o'rtasidagi nizolar nihoyatda bahsli mavzu. Bugun nafaqat mahalliy aholi tarixchi olimlari, balki jahon tarixchilari ham bu mavzuga turlicha mushohada, turlicha yondoshishadi. Vaholanki, bu ikki turkiy hukmdor ikkisi ham o'z davrining buyuklari bo'lgan. To'g'rimi yoki men adashyapmanmi? Marhamat. Ustoz, sizdan boshlasak. Assalomu alaykum. Azizlar, Amir Temur bilan Yildirim Boyazidni olsak, haqiqatda siz aytganingizdek juda ham dunyoning yagonalari bo'lgan. Chunki ikkisi ham yengilmas sarkarda. Ikkisi ham juda katta imperiyani boshlig'i. Ikkisi ham ko'p janglar ko'rgan. Shuning uchun ularning o'rtasida jang bo'lishi mumkinmidi yoki mumkin emasmidi degan savollarga meni o'zimning fikrim bor-da. Ularning o'rtasida jang bo'lishi mumkin emas edi. Chunki Amir Temurning niyati hech qachon Boyazid bilan jang qilish, u tomonlarga borish bo'lmagan. Agar maqsad bo'lganda Turkiyaga o'zining odamini qo'yib kelgan bo'lar edi. Lekin bu yerda boshqa kichik sabablar qo'shilib ketib va ba'zan aytaylik anglashilmovchilik ham sabab bo'lib, albatta bu yerda kalondimoqliklar ham qo'shilib ketdi. Shuning natijasida shu jang bo'ladigan bo'ldi. Amir Temur o'zi u tomonga borish niyati ham yo'q edi. Lekin bu nimaga Iroqqa borib, Shomga borib, u yerdagi ishlarni tinchitish masalasi. Chunki Amir Temur o'zlarini hamisha o'sha yerda musulmonlarning ahvolini hamisha kuzatish va ularni agar katta aziyatlarga tushgan bo'lsa, ularni himoya qilish deb qaragan o'ziga. Shuning uchun undan tashqari Amir Temur o'zicha shu yerlarga borgan emas. Hamisha unga murojaat qilishgan. Bu ham shunday bo'lgan. Ana o'sha yerda yurgan vaqtlarda bu yerda Arzinjon degan shahar bor. Uning nimasi Tahurtan degan bir amir bo'ladi. U amir o'sha yerda turgan vaqtda Amir Temurning tobelaridan biriga aylanadi. Mana shu o'rtada shundan boshlanib ketdi desam bo'ladi. Bu nizolarni kelib chiqishi. Keling, Bayazid Yildirimga bir ta'rif beraylik shaxsiyatiga. Shaxsiyat o'zi qanday inson bo'lgan va nima uchun xarakteri Amir Temurnikidan qay darajada farq qilgan yoki o'xshashlik tomonlari bo'lgan? Marhamat ustozlar. Marhamat. Sohibqiron Amir Temur sovuqqon, xursandligini ham, xafaligini ham hech kim bilolmagan, yuziga qarab, eng og'ir damlarda ham bir xil turgan. Endi solishtirsak, ikkalasi ham mana Muhammad Ali ustoz aytganlaridek zamonasining eng buyuk turkiy sarkardalari, davlat rahbarlari katta ishlarni qilgan. Lekin mana shu jang chiqqan. Lekin buni sababi haqiqatda ham xarakterga ham bog'liq. Yildirim Boyazidni Ibn Arabshoh aytadiki, nihoyatda jahli tez edi deydi. Yildirim Boyazid tashqi ta'sirlar domiga tushib qoladi. Dunyoda shunaqa katta ziddiyatlar ketyapti. Bu yoqda mamluklar unga qarshi, unga Amir Temurga qarshi katta koalitsiya paydo bo'lyapti, to'g'rimi?
o'sha paytda Amir Temur unga necha marta xat yozyapti. Xatlarni yozgan, boshqa qilgan, shuncha yordamga shoshilyapti Amir Temur. U bilan diplomatik munosabatlar o'rnatib, masalani yaxshi hal qilaylik, xalqni qoni ham to'kilmasin, urush bo'lmasin deb shunaqa harakat qilyapti. Lekin bu yerda o'zini tashqi raqiblaridan ko'proq sabab bo'lib kelyapti urushni boshlanishiga birinchi o'rinda. Ikki yirik hukmdorni bir qiyosiy tahlil qilyapmiz-da. Salbiy bo'yoq berib qo'yapsiz. Shohsupa, bu qanchalik to'g'ri degan savol tug'iladi. Agar shunchalik salbiy xarakterga ega bo'lgan bu hukmdor shuncha davlatni, Yevropani bosib borarmidi degan savol tug'ilishi mumkin-da. Lekin vaziyatlarni to'g'ri baholash kerak. Har doim baholay olmagan demoqchisiz. To'g'ri baholay olib, Amir Temur bilan kelishib, birgalikda agar ishlaganda bu urushlar bo'lmasligi ham mumkin edi. Akbar aka, sizni bu borada fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Turklarni tarixchilarning tahlillari shuni ko'rsatadiki, Yildirim Boyazid dastlab taxtga chiqqan paytda 30 yoshdan endi oshgan, hali juda ham yoshi katta bo'lmagan shaxs va u birinchi bo'lib shu birodar kuchlikni boshlab bergan Turkiya tarixi, Usmonlilar tarixida. Ya'ni o'zining ukasi Yaqub Chalabini qatl etib, taxtga da'vogarlarni yaqinlashtirmagan o'ziga. Shundan keyin boshqa Usmonli hukmdorlari ham o'zini birodarlarini qatl eta boshladilar. Lekin bu 1389-yilgi voqealar. U taxtga chiqqan va hukmronligining dastlabki yillari voqealari. Va mana shu hukmronligining so'nggi yillarida, aytaylik 1398, umuman uni Nikopol jangidagi g'alabalari o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Uni atrofida sekin-sekinlik bilan oqil, dono, maslahatgo'ylari ham yig'ila boshlagan. Bu haqda manbalarda ma'lumotlar bor va u har bir ishini kengashgan holda amalga oshirdiki, shu darajada yirik Amir Temur bilan raqobatlasha oladigan darajadagi hukmdorga aylanib bordi. Va bu urush 1402-yilgi urushni kelib chiqishini sabablari sifatida faqatgina uni nazarda tutmagan ma'qul, chunki bu yerda xarakterini nazarda tutmagan, fe'l-atvorini nazarda tutmagan ma'qul demoqchisiz. Uni eng katta xatolardan biri o'zi aslida Usmon beyliklarini to'laligicha, o'sha u yerda mavjud bo'lgan beyliklarni to'laligicha o'ziga bo'ysundira olmaganligi va yagona markazlashgan davlatni qura olmaganligi edi. Asosiy e'tiborni u g'arbga qaratdi. Sharqdagi beyliklar juda katta xavf bo'ldi bu. Mana shu xavf ham mana shu urushda uni mag'lubiyatiga sabablardan biri bo'ldi. U umuman hukmronligi davrida u g'arbga shiddat bilan kirib bordi. Bolqon yarimorol, Makedoniya hududlari, Vengriya hududlari, bu hududlarga qilingan yurishlarda u katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Shuning uchun ham Ispaniyadagi, Fransiyadagi, Buyuk Britaniyadagi davlatlar Usmonlilardan tahlikaga tushib qoldi. Shuning uchun ham ular ittifoqchilar qidira boshlagan. Nizolarning kelib chiqish sabablarini har kim har xil tahlil qiladi-da. Shu o'rinda yana bir meni shaxsiy fikrim, bir savol o'zimda paydo bo'ldiki, balki Amir Temurni bu siyosiy rejasida bo'lgandir degan bir savol ham paydo bo'ldi. Chunki bu savol faqat menda emas, ijtimoiy tarmoqlarda ham gurullayapti bu savol. Siyosiy rejasida bor edi yoki Bayazid shunga majbur qildi degan qarama-qarshi fikrlar bor-da, ustoz. Shunga ham bir aniqlik kiritib o'tib ketaylik. Endi ushbu masalaga yondashishda mana har bir davlatning manfaatlari nuqtai nazaridan ham qarashimiz kerak-da. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yuz bermasa, hech qanday siyosiy harbiy to'qnashuv yuz bermaydi. Demak, bu yerda Amir Temur qurayotgan davlat manfaatlari bor. Bu tomonda Usmon o'sha aytdikki, Boyazid qurayotgan davlat manfaatlari bor. Bu yerda mamluklar hamda u yerda aytdikki, Oltin O'rda To'xtamish davlat manfaatlari bor-da. Mana shu manfaatlar qayerda to'qnashyapti? Mana shu masalaga qarashimiz kerak. Aynan mana hozir Akbarjon ham aytib o'tdi. Sharqiy mana bu Kichik Osiyoning sharqiy hududlari hali Usmonli davlat tarkibiga kiritilmagan edi va ular Usmonlarning dushmanlari edi. Ular Usmon davlat tarkibiga kirishni xohlamas edi. Mana shunday sharoitda, ya'ni Amir Temurning siyosiy sahnada paydo bo'lishi mana bu Kichik Osiyoning sharqidagi bekliklar uchun juda qulay bo'ldi va ular Amir Temurdan o'zlarining mustaqilliklarini saqlab qolishda foydalana boshladi. Bu Amir Temur uchun ham manfaatli edi. Sababi Amir Temur Buyuk Ipak yo'li ustidan hukmronlik o'rnatyapti. Buyuk Ipak yo'lining tarmoqlarini o'z nazoratiga olyapti. Aynan Buyuk Ipak yo'lining tarmoqlari O'rta Yer dengizi sohillariga chiqadi. O'rta Yer dengizi sohillariga chiqadigan yo'lni xavfsiz bo'lishi uchun albatta Kichik Osiyoning sharqiy qismidagi bekliklarda Temurning ta'siri bo'lishi kerak edi. Aynan mana shu yerda Usmonli davlati bilan Temur davlati o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi yuz beryapti. Bu manfaatlar to'qnashuvi hozirgi mana ustozlar aytib o'tishi, Arzirum, Sivas, Malatiya eng sharqiy chegaralari qolaversa, undan ichkariroqdagi Qaramol o'g'illari bekliklari bor edi.
o'sha bekliklar hududlari bo'yicha bo'lyapti-da. Temur bu bekliklarni mustaqil bo'lib qolishini xohlayapti. Sababi aynan boyagi yo'lni himoyalashda Temurga qulay bo'ladi. Bayazid bu yerlarni ustidan egalik qilishni xohlayapti. Aynan mana shu yerda manfaatlar to'qnashyapti. Tushunarli. Mana hozir bot suhbatimiz davomida Buyuk Ipak yo'lini tilga olyapmiz-da. Ustoz, Buyuk Ipak yo'lini bir oxiri bu g'arb tomon, to'g'rimi? Shu Bayazid Yildirim tomon bir tomon. Bir tomoni Xitoyga borib taqaladi, bilamiz. Amir Temurni yana bir fikrlar bor-da. Biz fikrlarga ochiq oydinlik kiritish maqsadida shu mavzuni tanladik-da. Amir Temurni siyosiy rejasi edi, chunki Buyuk Ipak yo'liga u hukmronlikni xohlagan edi. Bu yoqni qo'lga kiritgandan keyin bu tarafga ham yurish qilgani haqiqat-ku va mana shu Xitoyga yurish davomida u vafot etdi. Shuning uchun uni siyosiy rejasida bu bor edi degan bir savollar paydo bo'lyapti. Ipak yo'lini nazorat olish maqsadida. Bu haqiqatmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi azizlar, bu tarix shunday bir fanki, buni orqaga qaytarish hech imkoni yo'q. Albatta. Biz zamonaviy tarixchilar, men tarixchi emas, men filologman. Lekin o'sha bugungacha yetib kelgan manbalar asosida hukm chiqarishimiz kerak edi. Biz buni taftish qilishga umuman haqqimiz yo'q. Faqat tarixchi sifatida yoki filolog sifatida o'zimizgina mulohazamizni bildirishga haqqimiz bor. Modomiki gap Boyazid haqida ketayotgan ekan, endi Boyazidning qachon tug'ilganligini bu bizni tomoshabinlar ham bilish kerak edi. U kishi Murod Ining farzandi. Turkiya sultoni Murod Ining farzandi, O'rxonning nabirasi. Domla aytdilar, Akbarjon Murod Ining qayerda halok bo'lganligi jangda. Bosniyaliklar va serblar bo'lgan jangda u kishi halok bo'lgan. Ana u kishining o'rniga keyin o'g'li keldi, 30 yoshda edi o'sha paytda Boyazid. Endi Boyazidni oldiga qo'ygan o'ziga xos bo'lgan maqsadi bor edi, shu turk sultonlarining oldingi bobolarining rejalari bor edi, shu rejalarni amalga oshirish kerak edi. Shuning uchun Qora dengiz atrofidagi, O'rta dengiz atroflarini juda ko'p, demak, yurtlari u kishi tomonidan fath etilgan. Endi buni hammasiga alohida to'xtalish hech qanday imkoni yo'q deyman-da. Endi xo'p, mana shu lekin bitta jangga yetishimiz kerak. Shu Sigismund I degan Macar qirolida, Vengriya qiroli 100 ming askari bilan bu Boyazid bilan to'qnashgan. Taxminan kimdir 60 ming deydi, kimdir 100 ming deydi-da. Mana shu jangda Boyazid to'la g'alaba qozongan. Va bu g'alaba uni yana ham g'ururini balandroq ko'targanda, demak men Yevropada menga teng keladigan boshqa bir odam yo'q degan haligi takabburlik degan bir paydo bo'ldi-da. Kalandimoqli dedilar domla. Mana shunga o'xshagan bir jihat paydo bo'ldi. Endi ali omillarga men to'xtalmoqchiman-da. Nima uchun aynan Amir Temur hazratlari bilan Boyazid o'rtasida mana shu Anqaradagi 1402-yilda jang sodir bo'ldi. Bu bo'lmasligi mumkinmidi degan savolni biz hozir bersak, endi hamma har xil buni qabul qiladi-da. Uni endi mana falsafada sabab va oqibat degan narsa bor. Kategoriya bor shuna. Hamma uni yaxshi biladi va sababdan keyin bahona ham bor-da. Mana endi qarangda, domla aytdilar, mana Arzinjon haqida gap ketyapti. Birinchi keldi Arzinjon, 1386-yilda ilk bor Amir Temur hazratlarining askarlarini, otlarini tuyog'i Arzinjonga borgan. 1386-yilda ana shundan e'tiboran Tohirdan, demak, Amir Temurning hokimiyatini tan olgan. Mana endi Amir Temur endi ketdilar-ku. U aytdi, bo'ldi, men sizga demak tobi bo'ldim hazrat. Lekin bu Boyazidga mutlaqo yoqqan emas. Boyazid birinchi bor bosim o'tkazgan Tohirga, kelib hatto Arzinjonni ham olgan. Keyin yana Amir Temur askarlari bor, Arzinjonni yana qaytarib olishgan. Ana shundan keyin Boyazid yozyaptiki, aytayaptiki, bu Tohirga sen mana shu Arzinjonning xarojini menga to'laysan dedi. Deysizmi? Orada muayyan mana Sohibqironning demak talabi va siyosati bilan Boyazidning siyosatining o'rtasida qarama-qarshi keldi. Tohirdan keldi, aytdi, shunaqa hazrat, menga bosim o'tkazyapti. Buni chorasini ko'rmasangiz bo'lmaydi degan gap birinchi sabablardan bittasi. Ikkinchi sababi, endi tarixchilar buni ham yaxshi bilishlari kerak. O'sha davrda Jaloir urug'idan Sulton Ahmad Jaloir degan odam o'tgan. Va ayni chog'da Qora Yusuf Turkman degan odam ham o'tgan. O'sha Qora Yusuf Turkmanning aynan qo'lida Mironshoh Mirzo bilasizlar halok bo'lgan. Mana shu ikkita bu Amir Temurning ashaddiy dushmanlarida doim mana shu nizolarga sababchi bo'lganda. Mana bular endi nima qildi sekin oxir oqibat bu yoqdagi bo'lgan voqealarni men aytib o'tirmayman. Ular Bag'doddan qochib Rumga borishdi. Panoh izlab
Boyazidni huzuriga bordida. Shunda Amir Temur elchilar orqali aytibdi, menga Qora Yusuf bilan Sulton Ahmad Jalol yuborgin menga. Meni ular bilan gaplashadigan gapim bor deganda u kishi yo'q degan, bermayman dedi. Rad javob berganda. Kimda yana bu borada fikrlar mana shu yuqorida Buyuk Ipak yo'li savolim sal nazardan chetda qoldi. Hozir biz o'sha o'zaro ixtilofning mohiyatiga kirib kelyapmiz. Avvalambor shuni aytish kerakki, geosiyosiy munosabatlarning zaminida faqat manfaatlar yotadi. Hukmdorlarning shaxsiy sifatlari, fazilatlardan qat'iy ravishda manfaatlar to'qnash kelgan pilla, albatta u yoki bu ixtiloflarning ko'rinishi tarixlarda sodir bo'lgan va bu holat bugunda ham davom etib kelyapti. Shuning uchun biz tarixni o'rganganimizda uning retrospektiv va perspektiv mohiyatini bog'liq holda o'rgansak, Amir Temur amalga oshirgan harbiy yurishlarning geostrategik mohiyatiga tobora kirib boramiz. Shu nuqtai nazarda meni izlanishlarim shu narsaga olib keldiki, 1958-yil Amerikada Zaki Vali To'g'oni Amir Temurning xati haqida bir maqolasi ingliz tilida qo'limga tushib qoldi. Bu 1958-yil. U xatni ingliz tilidan rus tiliga, keyin o'zbek tiliga tarjima qilganimda Shirvonda 1395-yil Amir Temur bobomiz mazkur ixtiloflarni bartaraf etishga va hamkorlikda tashqi dushmanlarga bosqinchilik, buzg'unchilik, g'alayon va talonchilik qilayotgan ayrim kichik hukmdorlarga nisbatan murosasiz kurash olib borishni tavsiya etadi. Va bu tavsiyaning eng boshida qarama qarshi kuch sifatida To'xtamish turadi. Chunki xatda keltirilgan tafsilotlarga ko'ra To'xtamish 91-yildan keyin garchi yanchilmagan bo'lsa-da, u muayyan bir kuchga, harbiy mahoratga ega bo'lgan abjil yigit. U Kavkaz orqali Ipak yo'liga, Qora dengiz orqali savdo sotiq yo'llariga talonchilik ishlarini, buzg'unchilik ishlarini davom ettiryapti va bu qaysidir ma'noda Litva knyazligi va Polsha hukmronligi bilan hamkorlikda bizga qarshi ta'zib o'tkazish niyatlari borligi to'g'risida ana shu maktubda keltiriladi. Bu maktubni men Istanbulda o'sha xatlar, yozishmalar orqali Istanbulda bundan 2 yil oldin Sultoniya kutubxonasidan topdim. Mana 5 varaqdan iborat maktub. Amir Temur tomonidan yozilgan maktub. Bu 1661-yil Farsi tilli maktublar to'plamida nashrda turibdi. Lekin muallifi noma'lum. U yerda Jaloliddin Manguberdining ham xatlari bor. Ya'ni qaysidir muarrix, noma'lum tarixchi o'z davrida ana shu xatlarni yig'ib, muayyan bir nashr holatida, toshbosma holatida olib kelgan ekan va Zaki Vali To'g'on ana shu xatga asoslanib Amir Temurning geosiyosiy strategik maqsadlariga baho beradi. Chunki bu xatda Amir Temur o'zi bayon etadilar. Mana birinchisi diplomatik munosabatlardagi bir yuqori fazilatli, bir etik, axloqiy tarbiyaga ega bo'lganligini biz kuzatamiz Amir Temur bobomizni. Ya'ni salkam yarim varoqda Yildirim Boyazidni nihoyatda bir iltifot bilan tilga oladilarki, ana shu xulosalarning oxirida siz deydi Mag'ribda franklar bilan qaqshatkish kurash olib boryapsizki, bu musulmon olamini tinchligini saqlashda nihoyatda katta karomatdir deb e'zoz va iltifot bilan. Lekin ikkinchi abzasda u kishi yozadi. Bizning bugungi elchilar, nomalar, munosabatlar yo'lidagi sa'y harakatlarimiz yetarli emas. Biz buni kuchaytirishimiz kerak. Elchilar, nomalar yuborishlar bilan va bizning o'zaro maqsadlarimizni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi degan bir fikrni bildiradi. Va oxirida hatto o'rtalarida kelganda u kishi Yevrosiyo mintaqasi, Yevrosiyo hududidagi bo'layotgan ixtiloflarning mohiyatiga baho beradi. Baho nimadan iborat bo'ladi? Chingizxon vafotidan keyin, ayniqsa u kishining o'g'illarining vafotidan keyin nevaralari o'rtasidagi
aytaylik bo'ladigan ixtiloflar Yevroosiyo mintaqasini izdan chiqarib yubordi. Nimani izdan chiqardi? Avvalambor savdoni. Qarang, bu mohiyat, geosiyosiy mohiyat bugun ham o'zgargani yo'q, oldin ham o'zgargan emas edi. Ya'ni Ipak yo'lidagi savdo sotiq shaharlar, davlatlarni, xalqlarni boyitadigan, farovonligini va barqarorligini ta'minlaydigan birdan bir omil edi. Bu paytda suv yo'q edi, keyinchalik paydo bo'ldi. Shunday ekan, Amir Temur ana shu Yevroosiyo mintaqasidagi kuchlar nisbatini va muvozanatini ta'minlashga qaratish maqsadida Yildirimga aytadiki, agar deydi To'xtamish Litova knyazligi Polsha bilan Rim papasini fatvosini olib hujum qilsa, bizga ancha zarar keltiradi musulmonlarga degan xatda iboralar bor. Ana shunday ekan, siz bilan biz, siz deydi Bolqondan borishingiz kerak, biz esa o'zimiz tarafdan, ya'ni Kavkaz tarafdan To'xtamishni va aytaylik Litova knyazliklarini mahv etishimiz kerak. O'shandagina aytaylik musulmonlar olamida tinchlik va barqarorlik, savdo sotiq ishlari rivojlanadi degan mana shu xatdagi bu xatni shu xatingizga bir qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchi edim. Savol tarzida. Mana boshida keltiryapsizki, Amir Temur Boyazid Yildirimga nisbatan o'ta iltifot bilan juda ham murosani o'rtaga qo'yib murojaat qilgan. Diplomatik etika bilan. Diplomatik etika bilan. Shu yerda bir qitmir savol tug'ilishi mumkin-da. Masalan, bu Boyazid Yildirimdan qo'rqoqlik belgisimi yoki u boshqa bir Amir Temur bu iltifot orqali boshqa bir maqsadni ko'zlaganmi? Vaqtni orqaga surish nuqtai nazaridan agar bu janggacha bo'lgan xat yozishmalar, to'g'rimi? Bu nima maqsad, boshqa maqsad bor edimi? So'zimni avvalida ham shu narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, tarixiy tafsilotlarni siyosiy nuqtai nazardan yoki siyosiy falsafiy nuqtai nazardan talqin qilganimizda hukmdorlarga nisbatan ular yaxshi va yomon degan iboralarni ishlatish noo'rin deb hisoblayman. U hukmdor, u manfaatning ifodasi, u manfaatning himoyachisi. Va biz ko'p hollarda albatta shaxsiy fazilatlarni ham hisobga olishimiz kerak, lekin siyosiy nuqtai nazarda siyosiy shaxs u yaxshi va yomon yoki iltifot ko'rsatadi, ko'rsatmaydi degan tushunchalar bu ancha jun tushunchalar. Ya'ni hukmdor ikkinchi bir hukmdorga murojaat qilganda albatta u diplomatik etiketga murojaat qilish kerak. Rioya qilish kerak. Xat tafsilotlaridan kelib chiqadigan bo'lsak yoki aytaylik siz yaxshi o'rgangansiz, Yevropa hukmdorlariga yozgan xatlarida ham ancha iltifot va marhamatlar ko'rsatilgan. Ha, bu diplomatik. Qo'rqqanidan, qo'rqmaganidan degan gaplar endi bular ilmga ancha uzoqroq narsa bo'lib qoladi. Sizda savolingizga juda to'g'ri, muhim savol bo'ldi-da. Aynan o'sha voqeani sanasiga e'tibor beraylik-da. 1395-yili Amir Temurga qarshi o'ziga xos koalitsiya shakllangan edi. Shakllanayotgan edi. Temurning maqsadi bu koalitsiyani buzish. Bu koalitsiyani buzish uchun Temur albatta, demak, har bitta koalitsiya a'zosiga, o'ziga qarshi bo'lgan koalitsiya a'zosiga mana shunday maktublar bitishi va uni imkon qadar aytaylik zaiflashtirishga harakat qilish, ularni unda taqoqlik keltirishga harakat qilishi shart-da. Shu nuqtai nazardan o'sha aytaylikki, albatta Amir Temur doim diplomatik jihatdan aynan mana shu diplomatik qoidalarga rioya qilgan holda faoliyat olib borgan, lekin shu bilan birgalikda bu Amir Temur uchun o'sha paytda manfaatli edi. Imkon qadar shu yo'l bilan siz aytmoqchi bo'lganingdek voqealarni ortga surishga harakat qilgan. Amir Temur aynan mana shu koalitsiyani qanday qilib barbod qila oldi, shunga ham e'tibor beraylik-da. Qarang, Amir Temur, mana Amir Temurga qarshi ittifoq tuzilyapti. Xo'p, To'xtamish, Usmonli davlati, Boyazid hamda Misr, uchta yirik davlat ittifoq tuzyapti. Lekin uchalasi bilan alohida munosabatga kirishib, ularni alohida to'g'ri keltirdi-ku. Bunga qanday erishdi? Bunga o'sha tarixiy vaziyatni, o'sha yerdagi siyosiy holatni juda to'g'ri his qilganligidan va har bittasini imkoniyatini to'g'ri tushunganligidan. Mana boya siz juda ahamiyat berishni xohladingizki, Buyuk Ipak yo'li. To'xtamish bilan munosabatlarning keskinlashishining sababi ham Buyuk Ipak yo'lida. Sababi Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i, demak, xo'p, Oltin O'rdani qo'lida. Janubiy tarmoq Tabrizdan o'tadi. To'xtamishning maqsadi Tabrizni egallash. Agar Tabriz egallansa, Buyuk Ipak yo'lining ikkala tarmog'i ham To'xtamishning qo'liga o'tadi. Bu degani Amir Temur davlati iqtisodiy jihatdan G'arb bilan aloqa qila olmay qoladi. Amir Temur, demak, bu Amir Temur uchun hayot-mamot masalasida nazoratga olish ham kerak edi o'zi aslida. Shuning uchun To'xtamish bilan munosabatlar keskinlashib ketyapti. Endi o'sha paytda Sulton Boyazid
ko'proq g'arb bilan mashg'ul. O'sha vaqtda agarda To'xtamish bilan Temur o'rtasida janjal kelib chiqadigan bo'lsa, nizo kelib chiqadi. Boyazid o'z qo'shinlari bilan yordam berish imkoniyatiga ega emas. Demak, u bilan munosabatni yaxshi yo'lga qo'yish Temur uchun manfaatli. O'shanda u ularni alohida tarmoq keltirish mumkin-da. Lekin Temur vaziyatni juda to'g'ri tahlil qilyapti va eng to'g'ri qarorga kelyapti bu yerda. Lekin nega Boyazid Yildirim tomonidan unga nisbatan teskari munosabatni ko'ryapmiz? Birinchi xatni o'zidayoq juda qattiq bir munosabat bildirganini ko'ramizda, haqoratomuz. Vaziyatlar munosabatga chigallashgandan keyin dastlab Temur Yildirim Boyazidga g'oziy degan unvon bilan murojaat qilgan. Mana shunga to'xtalaylik. Chunki u Yevropaga xristian dunyosiga yurish qilganligi uchun unga g'oziy deyapti, din uchun kurashuvchi deb murojaat qilyapti. Bundan tashqari Bahrin aka ustoz aytganlaridek, haqiqatan koalitsiyani bir qismi parchalangandan keyin 95-yilda 1395-yilda ikkita asosiy raqib qoldi G'arbda Temur uchun. Bittasi Misr sultoni, ikkinchisi Usmoniy sultoni. Va bu ikkalovi bilan qaysi biri bilan dastlabki jang bo'lish hali noma'lum edi. Shuning uchun bitta ma'lumotga e'tibor qaratmoqchi edim. Ibn Xaldunni Temur bilan uchrashuvi bor. 1401-yilda bir necha marta Temur qabulida bo'lib suhbatlashgan Ibn Xaldun. Va u yerdan bir mulohaza ma'lum bo'ladiki, Temur Mag'rib haqida so'ragan Ibn Xaldundan. Ya'ni Misr, Jazoir, Tunisdan to Gibraltar bo'g'ozidan to Ispaniyagacha bo'lgan hududlar haqida so'raganda, agar dialogga e'tibor beriladigan bo'lsa, Temur Ibn Xaldundan ko'ra uning hududini yaxshi bilyapti va undan qanoat hosil qilmayapti javobidan. Ya'ni so'rayapti, Fesh qayerda, orolni hududlari qayerda, ichki Mag'ribdagi hududlar, shaharlar, har bir daryolar haqida so'rayapti va Ibn Xaldun unga qoniqarli javob bermayapti. Vaholanki u Tunisda dunyoga kelib, Misrda faoliyat ko'rsatgan o'z davrining yutuq ulamosi Ibn Xaldun va unga topshiriq beryaptiki, Temur o'sha hududni qayerda daryo bor, qayerda tog'lik bor va qanday geografik obyektlar bor, shaharlarning tuzilishi qanday, aholisi qanday, bular haqida ma'lumot yozib kelishini topshiriq beradi va 12 varaqdan iborat keyinchalik u Temurga qanoatlantiradigan darajada ma'lumotnoma taqdim etganligini yozyapti va bundan anglashiladigan xulosa Hafiz Abruning hamda Mo'yniddin Natanziyning asarlarida ham shama borki, Misr va Misrdan keyin Mag'rib dunyosi bo'lgan Temurning keyingi strategik maqsadi. Ya'ni bu Anqara jangi kelib chiqmasidan oldin, Anqara jangiga shart-sharoit yaratilmasligidan oldin. Bu yerda Temurning nafaqat yo'lning shimoliy qismi, balki Mag'rib yo'li ham Temur uchun muhim hisoblanganki, bu juda ham katta mamlakat uchun iqtisodiy manfaat keltiradigan masala edi. Demak, aytmoqchisizki, qachondir mana shu Anqara jangi bo'lar edi baribir demoqchimisiz? Yo'q, Anqara jangidan oldin Temurning manfaati demak Mag'rib hududida bo'lganligi anglashtiryapti va bu munosabatlar, ya'ni Yildirim Boyazid bilan munosabatlar chigallashuvi natijasida u Misr hukmdori bilan kelishuvga erishib, ma'lum bir diplomatik manyovrlar bilan keyin u Anqaraga yurayapti. Mana shu janggacha bo'lgan jarayonda maktublar haqida mana juda ko'p gaplashamiz, bahslarga kirishamiz. Mana shu maktublar asosiy sabab bo'ldi degan bir vajlar ko'rsatiladi-da. 5 ta talab qo'ygan ekanda Bayazid, to'g'rimi? Mana shu Amir Temurni oxirgi maktubiga yozishmada 5 ta talab qo'ygan. Mana shu 5 ta talabga to'xtalaylik. 5 ta talabni kimlardir turlicha aytadi-da. Keling, mana shu tarixiy haqiqatni sizlarning og'zingizdan eshitaylik. Qanday talab edi? 5 ta talab haqida gapirdingiz. Aslida 5 ta talab birdaniga 5 ta talab bo'lmagan. To'g'ri, ularni sanasa 5 ta chiqadi. Birinchi dastlabki maktublarda qo'yilgan talab, demak, Arzurum viloyatini qaytarib berish. Ya'ni Arzurum viloyatini boya mana Akbarjon aytdilar, nima uchun Misrdan qaytdi? Amir Temur hazratlari Misrga borgan, o'sha Damashqqa yetib borgan vaqtlarida demak Usmonli qo'shinlari demak sharqqa qarab siljib Sivasni qaytarib olishdi. Amir Temur egallagan hududni Sivasni zabt etishdi hamda boya mana ustozlar aytib o'tishdi, xo'p, Arzurum viloyatini ham egallab, uni Taxurtonning oilasini garov sifatida o'zlari bilan olib ketishdi va Taxurtonni o'zlariga demak qaram deb hisoblay boshladi. Va ya'ni ana endi Temur boya mana ustozlar aytib o'tishdi, 1386-yildan beri Amir Temurga qarashli bo'lgan Arzurumni qaytarib berishini so'rayapti. Ikkinchi talab, demak boya aytib o'tishdi, Qora Yusuf bilan Sulton Ahmad Jaloir o'sha yerda. Ularni demak yo bizni huzurimizga jo'nat yoki mamlakatingdan chiqarib yubor deyapti. Demak bu 3 ta talab. Shu 3 ta talab ham amalga oshirilmagandan keyin
mana Shohrux Mirzoni yuboradilar. Shohrux Mirzo demak Arzurumni egallagandan keyin yangi talablar qo'yilyapti. Yangi bu talablardan endi Qamoq qal'asini topshirish. O'sha chegaradagi Qamoq qal'asini topshirish hamda o'z o'g'illaringdan birini meni huzurimga jo'natginki, senda ko'rmagan hurmatni, e'zozni bu yerda ham, ya'ni sendan ko'ra yaxshiroq qarayman degan ma'noda demak. Mana shu narsani siz 5 ta deb hisoblashyapti-da, endi bu eng oxirgi talab. Jang chog'ida quyoshning nurlari sening ko'zingga tushmasin, qamashtirib qo'ymasin ko'zingni degan joylari borda. Tabiat tarix fani har ikkala hukmdorga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan. Jangni g'alabasi bizni tariximizga tatidi deb ayta olamizmi? Temur jang paytidagina o'z tomoniga og'dirib olishni ko'proq afzal ko'rgan. Turk olimlarini tadqiqotlarida o'qidim. Yarash sulhini yozgan deyapti Yildirim Boyazid. Nega bu lekin e'tirof o'sha etilmaydi, mamluklar gapirilmaydi? o'sha beyliklar boshqa dushmanlari bor, u xatni yetkazmagan degan gap bor. Yetib bormagan Amir Bu Temurga. qanchalik haqiqat, Qarang, ustoz? shunaqa fikrlarni beryapti turk olimlari hozir. Turk rozi olimlari bo'lgan beryapti. ekan, ha. Natijada bu xat yetib kelgan, lekin vaziyat hammasi pishib bo'lgan, shuning uchun Temur ortga qaytmadi deyiladi. Ya'ni Yarash sulhi haqida gap yetib kelgan Temurga, bu paytda Temur Anqaraga yetib kelib bo'lgan edi. Xo'sh, Yevropani rivojlanishida Amir Temurning juda ham katta hissasi borligini Yevropa tarixchi olimlari ham e'tirof etadi. Mana shu jangga, mana shu ikkita o'rtasidagi munosabatlarga bugun Yevropa tarixchilari qanday munosabat bildiryapti? Yevropani emas, turklarning o'zi hozir bizlar shu paytgacha aytib kelayotgan gapga teskari tahlillarni ayta olyapti hozir. Sabab? Masalan, biz hozir aytamiz doimo, bu darsliklarimizga ham kirib bo'ldi. Amir Temur Yevropa xaloskori va aynan mana shu jang tufayli Temur Yevropani saqlab qoldi deb aytamiz, lekin bugungi kunda turk tarixchilari, xususan Abdulloh Gundo'g'du, Ahmad Shimshirgil kabi tarixchilar bugungi kunda aynan Vizantiya poytaxti Konstantinopolni egallashini biza 50 yilga kechiktirdi Temur deymiz-ku. Aslida tezlashtirgan Temur deb hisoblaydilar ular. Ya'ni uni balkim turklar 200 yilda ham ola olmasligi mumkin edi, lekin Temur tezlashtirgan sababi Temurning mana shu Sevasda gacha kelishi natijasida bu yerdan juda ham ko'p Saljuqlilar davridagi mavjud bo'lgan beyliklar sekin-sekin ko'chib Bolqon yarim oroliga o'tdi bu tazyiqlar natijasida. Natijada Istanbul, bugungi Istanbul, Konstantinopol butun turkiylar tomonidan ihota qilib bo'lindi, muhosara qilib bo'lindi. Ya'ni bevosita jang nuqtai nazaridan emas, Yevropadan bo'lib qo'yildi ularni Bolqonga kirib borishi va ko'plab turklar u yerda o'rnashib qoldilarki, keyinchalik o'sha Mahmud Fotihni 1453-yilgi qamali paytida Konstantinopol Yevropadan yetarli yaroq va yordam ola olmasligiga ham sabab shu degan tahlillarni ilgari suryapti bugungi kunda. Ya'ni bu kechiktirdi emas, balkim tezlashtirib yubordi degan narsa. Biz janggacha bo'lgan sabab omillar haqida juda ko'p gaplashamiz-da, natija qanday bo'lganligini biroz bunday umumiy fikrlab, umumiy baholayamizda o'tib ketamiz. Natija kim uchun ko'proq manfaatli bo'ldi? Anqara jangini o'zbek milliy ensiklopediyasida yozib bergan ma'nodan bo'laman-da. Endi Anqara jangini bo'lishi bu obyektiv bir holat bu. Undan qochib ketish hech iloji yo'q edi. Chunki jarayon pishib bo'lgan edi. Endi ungacha bo'lgan voqeani yetishdi bu yerda haqiqatdan ham tinkasi qurib ekan. Boyazidning askarlari tinkasi qurgan edi. Unga Sohibqiron majbur qildi shuni, tinkasi qurishi Sohibqironning taktikasi bor, bu yog'oz bo'lgan. Diplomatiyasi. Diplomatiya emas, bu yer harbiy taktika degan narsa bor. Endi diplomatiyaga o'tib ketdik, bo'ldi, u ketdi. Endi yana bitta tomoni borda, jangchi jangga ketayotganda jonini jabborga berib ketadi. To'g'ri. U demak tirik qolishi ham mumkin, halok bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun unga albatta davlat tomonidan maosh berilishi kerak. Amir Temur hazratlari bu jihatlarni qoyillatib qo'yganlar-da. Barcha askarlarga ulufa berilardi. Askardan tortib bu haligi oliy o'zlar oliy bosh qo'mondon-ku. Haligi turli qo'shinlarning boshliqlari bo'lgan 313 ta askar bilan bo'lgan. Hammasiga inson haligi Amir Temur hazratlari moddiy manfaat bergan. Darajasiga qarab ulufa beravergan. Endi bu masala Boyazidda yo'q. Boyazid sal haligi saxiy bo'lgan emas-da. Sharifiddin Ali Yazdi ham yozyaptilarki, mana shu kerak bo'lgan maoshni askarlarga bermagan degan tomoni ham bor. Balki pul yetishmovchiligi bo'lgan. Balki oz mumkinmi, buni ham ta'siri bor-da. Amir Temur ko'rdiki, demak Boyazidning kuchi baland.
demak unda faqat shu turklar emas, yanichlarlar ham emas, shu bilan bir qatorda serblar, ya'ni qaynag'asini askarlari ham bor. Ular zamonaviy qurol bilan qurollangan. Amir Temur balki jangga kirishlari ham mumkin edi. Endi bu yerda bu kishining cherigining adadi aniq emas. Lekin bir qayd borki, u kishi xat yozdilar, elchilar orqali zudlik bilan Muhammad Sulton bilan Amir Sayfiddin, ya'ni Sayfiddinbek yetib kelsin falon joyga, Sivasga misolchi. Va ular yetib kelgandan keyin haligi ko'rik o'sha yerda o'tkazilgan. Hali parad deymizki, bu ko'rik askarlarni ko'rigini o'sha yerda o'tkazib, haligi Turkiya Boyazidning kelgan elchilari ko'rsin, qani bizni mana qudratimiz qanday degan bir ma'noda shu paradga ko'rigini o'tkazganlaridan keyin kuchaydimi endi Muhammad Sultonning hisobiga kuchaygandan keyin ana endi u kishi bemalol haligi Chubuqobodga kelib shu yerda joylashdilar. Haqiqatan ham u kishi o'zlari tanlagan jang maydoni, janggohni o'zlari tanladilar va u kishi aytganlarki, quyoshga teskari turlaring degan. Shu jang chog'ida quyoshning nurlari sening ko'zingga tushmasin, qamashtirib qo'ymasin ko'zingni degan joylari borda. Har bir narsani hisobga olgan. Hammasi hisobga olingan. Sharifiddin Aliyazid juda yaxshi ma'lumot berilgan. Adadini 160 ming deb beryapti. Boyazidning askarini 160 ming deb beryapti. Lekin biz olib borgan taxminiy hisob kitoblarga qaraganda Soqburani askarining ham soni undan kam bo'lgan emas. Taxminan 200 ming atrofida sherik bo'lgan degan fikr bor va yana qo'shimcha unga 30 ta jangovar fil. Bilasizlar, o'sha 1398-yilda Ponipatda bo'lgan jangda Sulton Mahmud Xon bilan bo'lgan jangda katta adatdagi fillar o'lja qilib olingan edi-da. Mana shu fillarni ham Soqburon shu qarang, shu Anqaragacha, endi asalida Ankuriya deb beriladi. O'rta Osiyodan Anqaragacha olib borilgan fillar. Bu endi o'ziga xos bo'lgan bir taktik, bir amaliyot deb men hisoblayman-da. Buni qarangki, o'sha Amir Temur o'zi urushni yomon ko'rgan. Lekin shuni tugataman deb kurashgan. Ammo qizig'i shuki, u kurashgan sari urush ko'paygan. Shuning uchun Amir Temurning o'zida mana shunday urush nimasi bo'lmagan. U tinchlik kurashchisi edi. Amir Temur yurti tinch bo'lsa bas edi. Amir Temur o'zi bir joyga borganda qo'shinini shaharga kiritmagan. Bilamiz hammamiz. Qo'shinini shaharga kiritmasdan darvozani oldida, shaharning darvozasida oldida turib, chodirini shu yerga tikib elchi yuboradi. Faqat elchi orqali. Tinchlik. Ular agar qilsa shaharga qo'shin kirmaydi. Shuning uchun Boyazidga yozgan xatlarda ham mana hozir misol keltirildi. Faqatgina yaxshilik yo'llari qilingan Amir Temurning xatlarida. Masalan, shulardan eng muhimi insoniy tomonni olaylik. Biz qiz olib qiz beramiz deydi. Qarang, bitta imperator ikkinchi imperatorga aytayaptiki, demak, agar xudo bo'lish urush deganimi? Yo'q, tinchlikni o'rnatish, aloqani o'rnatish. Bu shuni mahkam tutgan odam. Hattoki Boyazid asir tushib, shunda kelganlarda oxiri Bursaga borib, u yerda Amir Temur aytayaptilarki, biz ilgarigi yozgan xatlarimizda qiz olib qiz beramiz deganmiz. Biz faqat bir qavm bo'lib urushish bizga yarashmaydi. Endi o'sha gapimizda turibmiz debdi. Soqburon turib, Mironshoh Mirzoning o'g'li Abu Bakr Mirzoga Boyazidning katta qizi bor, Serb malikasidan Alivera Despina degan juda go'zal rafiqasi bo'lgan. O knyaz Lazerning qizi bo'ladi. Shuning katta qizi bor, O'roz xotin degan. Shu O'roz xotinni Abu Bakr Mirzoga uylab to'yni o'tkazib beradi. Nizomiddin Shomiy birga bu voqealarda bo'lganlar, shu kitoblarini yozgan vaqtlarda hayron bo'lgandiki, ajabo bu qanday ekan? Ikkita imperator bir-biri bilan jang qilib, kecha qilich o'qtalib, bugun bir dasturxon atrofida o'tirsa-ya, mumkinmi? Pirlar aytdiki, menimcha tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak. Kecha urushib, bugun quda bo'lish. Shuning uchun biz ana shu jihatlarni yaxshiroq bilishimiz, ko'proq yoyishimiz kerak insoniy tomonlarida. Amir Temurning niyati yomon bo'lmaganini undan keyingi voqealar ko'rsatyapti-da. Bizga birov yozish shart emas, o'zimiz xulosa qilsak bo'ladi-yu. Boyazid 1,5 yil yashadi bundan keyin.
lekin hamma kutib turgan ediki hozir dorga osadi, o'ldiradi, joniga qanday qasd qilib qiladi jazo deb. berar ekan. Lekin unday Boshqa qilmadi. amirzodalarini o'zi tayyor turgan edi, chunki shunga yarasha ishlar bo'lgan edi. Lekin unday bo'lmadi. Undan keyin bironta o'sha Sulaymon degan katta o'g'liga yurtni topshirib keldi. Lekin ma'lum davr bo'ldiki, uni boshqacha qilib ko'rsatishdi. Marhamat. Avvalo sovet tarix fani har ikkala hukmdorga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan. Buni endi biz yaxshi bilamiz, sababi mana biz haligi xo'p Hazrat Sohib Qur'onga nisbatan nohaq munosabatda bo'linganligi, salbiy bo'yoqlarda baholanganligi bu bizga ma'lum. Lekin xuddi shunday bo'yoq yana bir turkiy hukmdor Sulton Bayazidga nisbatan ham ishlatilgan. Shuning uchun ham ular bu narsani, demak, bu tarixni salbiy jihatdan yoritgan, lekin o'sha ularni bir mana hozirgi kunda mana rad etilayotgan bir g'oyasi bor ediki, demak, Amir Temur hazratlarining Sulton Bayazid ustidan qozongan g'alabasi Yevropani rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Lekin undan tashqari yana bu yerda asosiy e'tibor qaratiladigan narsa Konstantinopolni egallanishini 50 yil orqaga surdi degan fikr bor. Mana shu g'oyalar lekin sovet davrida tarix faniga olib kirilganligini ham e'tirof etishimiz kerak. To'g'ri aytyapsiz. Faqat salbiy bo'yoq emas, mana bu tomoni ham bor. Shuni ham aytib o'tmoqchiman. To'g'ri aytyapsiz. Marhamat. Domlaning gaplariga qo'shimcha qilmoqchiman. Bugungi kunda Rossiya tarixnavisligida Amir Temurga bo'lgan munosabat yaxshi tomonga o'zgaryapti hozir. Buni tan olishimiz kerak. Zotan Baburov degan bir katta ularda fan doktori, professor, tarixchi bor. Agar shuni bir Facebookdagi chiqishlarini tomosha qilsanglar, u kishi yana mana Qurol kuchlari akademiyasi bor-ku, bilasizlar, har yili Amir Temur kunlarida xalqaro anjumanlar o'tadi. Men shu odam bir necha bor shu chiqishlarini ko'rdim, eshitdim. Fikr yaxshi tomonga ketyapti-da, o'zgargan. O'zgarish ham kerak o'zi albatta bo'lishi kerak. Chunki haqiqatda ular ham o'qiyapti-da, manbalarni ko'ryaptiki, demak ular aytgan fikrlarga teskari bu yerda gaplar ketyapti-da. Aytishadi-ku, har bir xalqni o'zini eli o'zi uchun ulug', o'zini hukmdori o'zi uchun ulug', lekin haqiqat undan-da ulug' degan bir fikrlar mavjudda faylasuflarning orasida. Bugun biz haqiqatga tik qarashga harakat qilyapmiz-da. Keling endi tarixchi olimlar bir kelajakni bashoratchilari ham deb aytishadi-ku. Agar mana shu har doim xalqimiz orasida ham bu orzu istak yoki mana shunday bir farazlar mavjudda, qarashlar. Mana shu Anqara jangi bo'lmaganda, Amir Temur bilan siz yuqorida ustoz aytdingiz, Bayazidni jangi bo'lmaganda bugun o'zbek davlatchilik tarixi boshqacha yozilgan bo'lardi, to'g'rimi? Umuman jahon tarixi balki boshqacha yozilgan bo'larmidi degan bir fikrlar mavjud. Bu tarixiy xatomidi yoki vaziyat taqozosimidi degan bir savolga oydinlik kiritaylik. Mening nazarimda bu tarixiy xato. Ikkita hukmdor kelish kerak edi. Chunki bular orqasida juda katta millionli xalq, katta hududlar turgandi. Shuning uchun ham Amir Temur yengandan keyin, Yildirim Bayazidni olib kelgandan keyin bag'riga bosib yig'lar ekan. Yig'laganini o'zim ko'rdim dedi. Yildirim Bayazid yig'lab ko'rishdi deydi-da. Men o'zim yig'lab yozganman shu maqolani, to'g'risini aytsam. Bular kelishish kerak edi. Kelishganda balki bugungi siyosiy tarix ham, bugungi siyosiy xarita ham, bugungi siyosiy muvozanat ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bu har bitta jang ham, har bitta shaxslarning hayoti ham, to'g'rimi? Bizga ibrat va xulosa. Bizga ibrat. Biz juda katta xulosa chiqarishimiz kerak. To'lqin aka, marhamat. Marhamat. Tarixda katta davlatlarning o'zaro ixtiloflari, kurashlari biz hozir aytib o'tgandek kichik sabablar bilan bog'lanadi. Bu tarixiy nuqtai nazardan shunday bo'lishi mumkin. Qora Yusufni bermadi, Jaloyirni bermadi yoki Arzinjon hududida Bayazid Yildirim xuruj qildi, boshqa qildi. Aslida buning zaminida qudratli davlatlarning ta'sir hududlarining muvozanati buzilgan holatda ixtiloflar yuzaga keladi va sabablar to'qiladi yoki vajlar asoslanadi. Arzinjonga o'xshagan, ya'ni Arzinjon aslida Yildirim Bayazid bilan Amir Temur o'rtasidagi hukmdorligining ta'sir doirasi, ta'sir hududiy chegarasi edi. Yildirim Bayazid ana shu chegarani siz aytib o'tgandek domla xufiyona ittifoqlar birlashganligiga ishora qilib yoki ishonib ana shu hududni atay buzadi. Ya'ni Amir Temurning ta'sir doirasidagi hududni buzganligi uchun ham muvozanat izdan chiqadi. Mana To'xtamishning ta'sir doirasi xalqaro munosabatlar konsepsiyasida u hozirgi Rossiya hududlari va Dashti Qipchoq hududlariga kiradi.
ana shu hududlardan tashqariga chiqib, u Kavkaz yurtlarida, Dnepr yurtlarida talonchilik ishlarini, buzg'unchilik ishlarini, vayronkorlik ishlarini amalga oshirishga harakat qiladi. Boz ustiga Litva bilan Polsha bilan hamkorlikka kirishadi. Bundan tashqari Boyazid rahnomaligida hozir aytib o'tgandek, ittifoqlar tuzishga harakat qilinadi. Lekin nima bo'lganda ham tarix bu biz uchun bugungi kunimiz va istiqbolimizning bir sabog'i. Amir Temur ana shu o'zini hududiy doirasini himoya qilish maqsadida ana shunday janglar olib borishga muhtoj bo'ladi. Majbur ham. Va ko'ryapsizki, bugun ham, bugungi dunyoda ham aytaylik, biz xulosa qiladigan bo'lsak, katta davlatlar o'rtasidagi ixtiloflar, ba'zan iqtisodiy yoki boshqa ma'naviy ekspansiyalarning zaminida biz ko'pincha eshitamiz. Falon mamlakatda demokratiya yo'q. Falon mamlakatda despotizm katta. Falon mamlakatda, bular hammasi vajlar, ya'ni hududiy manfaatlar buzilgan sharoitda davlatlar o'rtasidagi ixtiloflar kelib chiqadi va haligi vajlar to'qiladi. Shuning uchun ham afsus nadomat bilan biz aytishimiz mumkinki, mana shu urush oqibatida Yildirim Boyazid hazratlari olamdan o'tadi. 1405-yilda esa ulug' bobomiz Amir Temur hazratlari olamdan o'tadi. Natijada Yevrosiyo qit'asi darvozabonsiz, himoyasiz, ochiq tuynukka aylanadi. Va oxirgi Shayboniyxonlarning kirib kelishiga bo'lgan davrgacha bu hududda talonchilik, buzg'unchilik, ichki ixtiloflar va katta xalq uchun ofatli kunlar keladi. Bugun o'rganishimiz kerak va saboq chiqarishimiz kerak. Va bundan yomon yo'llarda foydalanmasligimiz kerak. Albatta. Degan qaysidir bir xalqni kamsitib yoki qaysidir bir xalqni yuqoriga qo'yib, albatta martabasini Yevrosiyo mintaqasidagi bugungi tashlanayotgan g'oyalar aynan hamjihatlik va birlik. Muhtaram prezidentimiz olib borayotgan siyosatda ham ana shu Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligi, Kavkaz, Boltiq bo'yi boshqa davlatlar bilan teng huquqli manfaatlarni yo'lga qo'yish zaminida aslida Amir Temur bobomiz yaratgan va shakllantirgan geostrategik doktrinalar yotadi. Ana shu bugungi kun bilan biz qanchalik Amir Temur bobomizni qiyofasini o'rgansak, biz bugungi kunning ham mohiyatiga shunchalik teranroq kirib boramiz. Rahmat fikrlar. Endi bizdan avlodlardan shuki, mana shulardan to'g'ri xulosa chiqarib, bugungi kunlarda demak hamjihatlik hamisha yaxshi narsa ekan, demak kelishib ishlash, yashash yaxshi narsa ekan degan narsani mahkam etagidan tutib borishimiz juda ham o'rinli bo'ladi. Mana hozir ham muhtaram prezidentimiz aynan birinchi kunlardan boshlab shu aloqalarni yaxshilashni yo'lga qo'ydilar. Masalan, birinchi ishimiz mana shu qo'shni mamlakatlar bilan, mana hozir chet aloqalari bilan, yaqinda mana Fransiyaga borib kelganlarni o'zlaringiz ko'rdilaringiz, hammamiz ko'rdik. Juda ham ajoyib, shunday xursand bo'lib o'tirdik. Chunki Amir Temur bobomiz Fransiya bilan aloqa bog'lashni niyat qilib elchilar yuborib, maktublar yuborgan edi. Savdo sotiq bo'lsin, kelsin, sizning savdogarlaringiz bizda xotirjam yuradi, bizning savdogarlarimiz sizda xotirjam yursin degan masalalarni o'sha 14-asrda qo'ygan edilar. Mana o'shalarning davom etib kelyapti. Eng yaxshi quvonarlisi shuki, ana o'shalardan yaxshi xulosa chiqarib, hozir davlatlarimiz o'rtasida ajoyib aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. Mana bobolarning bizlarga qilgan katta xizmati yoki misoli deb aytamiz. Albatta to'g'ri aytdingiz. Bugun biz bu mavzuni bejizga tanlamadik, chunki juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan va juda ko'p ochiqlanish kerak bo'lgan haqiqatlarni siz mutaxassislarning o'zingizdan tomoshabinlarimiz eshitishni istaganimiz uchun bugun mana shu mavzuga yana bir bor murojaat qildik. O'ylaymizki, bugungi ijtimoiy tarmoqlarda gurillab aylanayotgan savollarga bugungi suhbatimiz javob bera oldi. Albatta, siz O'zbekiston tarixi telekanalida tarix maydoni ko'rsatuvida bo'ldingiz. O'ylaymanki, sizga bu ko'rsatuvimiz juda ham manfaatli bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. O'zbekiston tarixi telekanalini kuzatishda davom eting.